yaxshi niyatda yo'lga chiqdik. Aloqada bo'linglar, kuzatib boringlar. Mana yetib keldik. Qozonlarda xudo xolasa osh qilamiz, nasib bo'lsa. Hozir harakatni boshladik. Biz bu yoqqa Ehsonga keldik. Xudo xolasa hamyurtlarimiz Ehsonni boshchiligida turishibdi ekan. Bu yoqda bugun xudo xolasa musulmonlar maktabiga kelganmiz. Qur'on tilovat qilishar ekan bugun. Mana Qur'on yod oladigan marosim ekan. Shahar orqali ishlar tashkillashtiramiz. Boshladik. Mana andijonlik og'amiz xudo xolasa boshchiligida mana 50 kilo oshimizni boshladik. 20-10 qilib qilamiz. Mana shu qozonlar hammasi O'zbekistondan kelganmi og'a? Hammasi O'zbekiston. Qozonlar hammasi O'zbekistondan kelgan. Yo'lda qozon yo'q. Hind og'alarimiz ham shu yerda hamma. Birinchi qozonimizni 150 kishiga mo'ljallab hozir boshladik. Kiz kishilik 50 kishiga hozir mo'ljallab yosh bolalar birinchi berar ekanmiz. Keyin sekin navbat. Mana bolajonlar kelishdi o'zi sekin. Olib, yuvib, o'zi yuvilgan. Yana bir bor yuvib. Ketdi yo'da hozir. Mana Ehsonlar navbat kutishyapti qolganlar ketma-ket. Madrasa bugun aytganimdek Qur'on musobaqasi kuni ekan. O'shanga Ehsonchilar ataganini olib kelishadi. Bir bolaga ketdi mana. Hamda bo'lishadi. Ketma-ket mana shunda joylashib turishar. Ikkinchi partiya boshlandi. Mana o'zbeklarimiz ham ko'payishdi. Navbatlar ketishyapti. Yozishliklar ham o'zlari naqadar shishyapti. Mana 3-chi qozonimiz ham boshlandi, ketishi joyiga. Achchiq oshli bitta o'zi 10 kilolik. Ular 20 edi. Tugadi ular. Ustozligi, achchiq. Ketdi. Mana qo'g'a vodiylik tog'am qani bitta mahoratini. Navbat o'zimizga ham keldi. O'tirdik.